Assalomu alaykum, hurmatli Keshak va obunachilari va Keshak fani doimiy kuzatuvchilari. Mana bugungi ishimizni biz Meraki Garden'dagi obyektimizdan boshladik. Bu yerdagi ishlarimiz oxirgi qismlariga qolgan. Xudo xohlasa tez orada buni yakunlash arafasiga turibmiz. Shu davrgacha bosib o'tgan qadamlarimizni, qilgan ishlarimizni sizlar bilan baham ko'rishni o'zimizga lozim topdik. Shu bilan birga shuni ta'kidlab qo'yishimiz kerakki, bu ishlarga bizga yordam bergan va bizni qo'llab-quvvatlagan Toshkentdagi hamkorimiz, hamdo'stimiz, ham akalarimiz Modern System jamoasiga alohida rahmatimizni aytamiz. Hurmatli obunachilar, bizdan uzoqlashmasligingizni maslahat beramiz. Nimagaki bizga hali yana davomli videolarimiz bor. Obzorimiz yana ham davom etadi. Zarur joylar uchun keyingi videolarimizni ko'rishingizni tavsiya etamiz.